Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz 2026-yil matematik fanidan milliy sertifikat imtihonlariga tushgan qiziqarli savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Bugungi qiziqarli savolimiz bizda ABCD parallelogramning diagonallari O nuqtaga kesishadi. Biz tomonidan Y nuqta shunday olindiki, bunda BY taqsim YS teng 3, ya'ni BY teng 3 YS bo'lib turibdi. 3 YS. Yani bizde mana buni 4 qismga bo'lyapti. 3 taqsim 4 qismi bu yerda, 1 taqsim 4 qismi bu yerda. Biz birdan yozib olishimiz mumkin. Ya'ni bu bizda 3 taqsim 4 BS vektor. Bizda 1 taqsim 4 BS vektor. Xo'p. Agar OY teng mana bu bo'lsa, A ko'paygan A plus B ko'paygan BS bo'lsa, A plus B ni qiymani toping. Xo'p, topishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni bizga OY bo'yicha liniyamiz kerak ekan. Mana bu vektor kerak bizga. Xo'p, nima qilib topishimiz mumkin buni? Xo'p, birinchi o'rinda mana shu vektor o'zi. Biz bilamiz. Ya'ni biz agar berilayotgan bo'lsa, AB vektor, BC vektor. Xo'p, bizda AC vektor, AB vektorga BC vektor qo'shilganligi teng. Birdan yozib qo'yamiz. Ya'ni bizda AC vektor teng AB qo'shilgan BC vektor. A bizda AO vektor esa o'sha vektorning yarmiga teng. Ya'ni bizda AO vektorimiz birdan yozib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, AB vektor qo'shilgan BC vektor taqsim 2 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Nur ustiga nur bo'ladi. Xo'p. Buni o'zini chiza oladigan bo'lsak, AO vektorda mana AO vektor. Bundan biz bilamizki, xo'p, bizda mana shu liniya bo'yicha bitta bu yoqqa borganimiz, bu bizda OA vektor qo'shilgan AB vektor qo'shilgan B vektor teng bo'ladi. Ya'ni mana shu nuqtadan shu nuqtagacha bo'lgan ko'chish bir xil bo'lyapti bir-biriga. Ya'ni bizda hosil bo'lyapti OA vektor qo'shilgan AB vektor qo'shilgan BY vektor teng OY vektoriga. Mana shuni tushunsak bo'ldi. Ya'ni bizda nuqtadan nuqtagacha bo'lgan masofa. Bizda OY vektor yoki bu tomondan OA, AB, YB, BY. Xo'p, bizda OA vektor o'sha AO vektorda teskarisi teng bo'ladi. Minus ko'paytirib qo'yamiz. Minus AB vektor minus BC vektor taqsim 2 qo'shilgan AB vektorni ko'rib turibmiz va bizda BY vektorini yozib oldik biz. 3 taqsim 4 BC vektor ko'rdik. Teng OY vektor. Buni ixchamlaydigan bo'lsak, umumiy maxraj keltirib qo'yaylik. Xo'p, bizda mana bu minus 1 taqsim 2 AB, bu yerda AB'ni o'zi, значит 1 taqsim 2 AB. Yozib olsak 1 taqsim 2 AB vektor. Ikkinchi bizda mana bu yerda minus 1 taqsim 2 bo'lsa 3 taqsim 4 bo'lsa 2 ga ko'paytiramiz. Minus, короче, mana bu minus 1 taqsim 2 plus 3 taqsim 4 bo'lsa 1 taqsim 4 qiladi ekan, plus 1 taqsim 4 BC vektor. Bo'lyapti OY vektor. Ya'ni biz OY vektorini o'sha shart bo'yicha AB va BC ga olib keldik. Bu yerda A koeffitsiyentimiz 1 taqsim 2 va B koeffitsiyentimiz 1 taqsim 4 ekan yozib olamiz. A teng 1 taqsim 2, B teng 1 taqsim 4. Endi bizga A plus B kerak. A plus B bizda 1 taqsim 2 qo'shilgan 1 taqsim 4. 3 taqsim 4 hosil bo'ladi. Xo'p, javobimiz 3 taqsim 4 ekan. Savolimiz anchagina qiziqarli. Xo'p. Savollaringiz bo'lsa kommentariy qismida yozib qo'ysalaringiz biz javob berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, biz 2026-yil milliy sertifikat ekzamenlariga tushgan qiziqarli savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Xo'p, hammalaringiz uchun rahmat. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin.